Elhamdülillah. Vessalatu vesselamu ala Resulillah. Amma ba'd. Assalamu alaikum ve rahmetullahi ve barakatuh. Bizlarni yo'qdan bor qilgan, bizlarni erkalab va laqad karramna bani Adam va tahqiq odam farzandlarini mukarram qildik deb kalomida bizlarni erkalab qo'ygan Robbimiz Alloh subhanahu va taologa beadad hamd va sanolar bo'lsin. Mo'minni komilni sifatlar ekan, o'zi yaxshi ko'rganini to bir mo'minga, bir birodarga ilinmagungacha komil mo'min bo'lmaydi deb marhamat qilgan jonlarimizdan da suyukligimiz Habibimiz Muhammad Mustafa sallallohu alayhi vasallamga salovat va durudlar bo'lsin. Inshaalloh karim nasiba bugun ekan, alhamdulillah. Saxovat Namangan taklifiga ko'ra o'zimizni ham bu joyga intiqligimiz bor edi. Bugun tashrif bo'lgan ekan. Alloh taolodan duoyi xayrlar qilib so'raymizki, bu qilinayotgan xayriyatli ishlarni Robbimiz bardavom aylasin. Hammaning ham umidi bu yerda bir narsa. Mana shu joyda yurishi, shu ishga mablag' jalb qilishning maqsadi bitta. Ridalloh, Allohning roziligi. Alloh taolo Qur'oni Karimda Baqara surasida birgina ihson qilgan odamni maqomini boshoqdagi donga qiyoslaydi. Birgina dondan qarang, boshoqda ulg'ayib 700 ta urug' bo'lishligi, undan ham ziyoda qilib berishligini va'dasini beradi. Endi biz birovga bir gap aytadigan bo'lsak, misol uchun, "Key endi shu odamni meni yolg'onchi demasin" deb so'zimizni ustidan chiqishga harakat qilamiz. Ammo bu masalul lazina yunfiquna fi sabilillah so'zini banda aytmayapti. Olamning Robbisi aytayapti. Ya'ni ahdiga vafodor bo'lgan zot aytayapti. Mana shu qilinayotgan xayrli ishlarni bardavom aylasin. Xudoram ustoz domlaga, siz aziz yonlarda kamarbasi bo'lib turgan qalqon birodar og'aynilarimizga bunga o'zlarini ko'rsatibmi, ko'rsatmaymi, mablag' jihatdan yoki xizmat, mehnat jihatidan qattiq bel bog'lab xizmat qilayotgan bandalardan Alloh taolo rozi bo'lsin. Bularning mukofoti inshaalloh jannat. Ana shu jannatni mana shu ishga sababchi bo'lgan hammalariga Alloh taolo o'zi nasib aylasin. Inshaalloh karim biz faqir bir banda ham siz azizlarni duoingiz umididamiz. Ana birgina chumoli og'zida bir qultum suvni olib bordi. Hazrat Ibrohim alayhisalomni gulxandan o'chirgan. Uni kulishdi hasharotlar va parranda yedarlar. Nima qilyapsan sen? Shunday katta gulxanni o'chira olasanmi deganda, men o'chira olmasligimni men ham bilaman. O'zim manzilimni aniqlab qo'yay dedim. Shuning uchun biz ham manzilimizni aniqlab qo'yaylik. Alloh taolo yetimni turtma deyapti. Biz ularning haqqiga duo qilgan safida bo'lib qolaylik degan ma'noda tashrif qildik. Inshaalloh sizlarning haqqlaringizga ko'p mehroblarda duo qilinyapti. Men shaxsan o'zim ham bir necha mav'izalarda duo qilgan bo'lsam va boshqa kishilar ham kelib, "Domla yaxshi duo qildingiz, palonchi masjidda ham duo qilindi" deb aytishyapti. Inshaalloh doim ulamolar sizlarni qo'llab-quvvatlaydi va haqqlaringizga duoda turishadi. Alloh taolo buni mukofoti jannat nasib aylab, har birlaringizni va saxovat qilayotganlar har birlarining zurriyotlaridan ahli ilmlarni, ulamolarni, qori qur'onlarni chiqishiga nasib aylasin. Va axiru da'wana alhamdulillahi robbil alamin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Ustozlar o'z kamtarligi-ku. Sizlarni xizmatdan qo'ymaylik deb tashqarida bolalarni qimillab turganligini ko'rib aytadilar, "Yo'q, bu xizmatdan qo'yish emas. Bu bizning yigitlarimizga bitta ahli ilmni kelib qisqacha 2 og'iz bo'lsa ham duo qilib berishligi bir oilalarga uni shijoatlantirib yuboradi-da. Maşallah. Misol bu o'zini haqiqatda xizmati maqbulligini, to'g'ri yo'ldaligini his qilib xizmat qilishligi boshqa. So'f umid qilib shunga o'xshash bu xizmatning kattasi. Inshaalloh mana bizni kuzatib turgan yigitlarimiz, bizni mana ko'ngillilarimiz inshaalloh buni orqasidan ertadan mana Xudo xolasa 3-4 kun Ramazonga chiqaradigan mana karvonimizga
boshqacha bir g'ayrat shijoat bilan kelishadi-da. Bunda endi albatta sizni inshaalloh hissangiz bo'ladi. Boshqa jamiki shijoatlantirib turgan domlalarimizni ham bu endi shijoatlantirish ham alohida bir vazifa ekanda. Bu eng katta vazifa desa ham bo'ladi. Ularni shijoatlantirib, rag'batlantirib turishlik, o'shanga umid qilib keyin o'sha endi ularni ruhan nima qilishlikda biz bu yerda bularga haq bermaymiz, oylik bermaymiz yo bo'lmasa reklama qilib mana bular zo'r bolalar demaymiz, buni xohlamaydi ham. Bizni bu yerda o'sha bularning ehsonlarini tarqatib turgan o'sha boy birodarlarimiz ham shunaqa. Ular o'sha aytganingizdek iymonlarini taqozosi. Shuni o'sha hatto ularning ismlarini zikr qilishligimni suratda ko'rsatish yod tursin, xohlashmaydi. Endi shularni o'sha keltirib bergan ro'zg'orlarni tarqatib bergan yigitlarimiz hammasi duoga zo'r. Bular nima xizmat deyilsa duoda. Ularga xayrixoh bo'lib, haqiqatda shijoatlantirib turilsa, o'zimiz ham xursand bo'lib ketamiz. Bularni qilib turgan xizmatidan kechasi ularni ko'rib o'zimiz o'ydan o'tganimizda xijolat qilib ketdi. Haligi hazil-huzul qilib bir qancha tonna narsani basallaveribdi. Bolalar kunduz ishlaydi. Kunduz ishlab ishini tugatib, bizni ham hissamiz qo'shilib qolsin saxovatga deb kelib şeyda bizni mana yerda mahsulotlarimizni upakopka qilib, kilalab, tortib, o'shna og'aynilar ajoyib-ku, bir-biriga qiziqib. Endi shularni sheyga kelib charchadim demasdan xizmat qilib turishligiga nima desangiz, shu ahli ilmlarni bilan duo qilib shijoatlantirib turishligida inshaalloh. Bular shunga keladi-da. Allohning bergan ne'mati deyman juda katta. Nima desangiz, yoshlarimizni ahli ilmga bo'lgan muhabbatini kuchliligi. Shu multirab turadi-da, bir qo'ldan ushlab so'rashib qo'yishlikka zo'r. Shu agar bir duo qilib haqiga aytib shijoatlantirib qo'ysangiz, endi ular eng baxtiyor odamda. Maşallah. Chus deysizmi? Mana Uchqo'rg'on, Koson misol. Yosh yigitlar-a. Shularni ko'cha-ko'yda ko'cha changitib yo bo'lmasa hozir rosa balvoyi on bo'lgan choyxonalarga o'tirib olib, meshat kun pishinda ham, kechqurun ham ketmaydi shu. Hech bo'lmasa shu oila bola chaqasi bilan o'tirmaydi. Shu ulfatchilik oshxonalarning ko'paygan vaqtda hozir, odamlar qonni bilan ovora bo'lgan vaqtni bilmayman. Shularga misol nima qilmaydi, ulfatga qo'shish, she'dan zavq topganligi xursand bo'lib ketasiz-da. Mana yerda birigi bugun kunduzi mana 3 tonna yaqin guruch boradi, kilo tashab ketadi bir kishi. Bir kishi ko'targani og'ir. Og'zi uzilib ketadi. Shuni bitta-bittadan ko'tarib olaman deydi. Hoy, hazillashmadi. 2 kishi o'ynadi dedi. Kecha mana yerda 5 tonna piyoz, 5 tonna kechki, 5 tonna sabzi, shunaqa nimalarimiz bor edi mana yerda. Ko'pgina. Bu yoshlarning bu boshqa xizmatga misol bularni bunaqa qilib ishlatib bo'lmaydi-da. Misol boshqa bir ish buyursangiz, o'zingizni bir dunyoviy, shaxsiy yo bir o'zingiz manfaatingiz bo'lgan, bu Allohning roziligi, eng bularga qiziqqanligi qiyomatda o'sha birinchi bo'lib albatta Allohning jamoli eng oliy mukofot jannatdagi. O'sha payg'ambarga qo'shnilik desa, bular hech nima ko'zga ko'rinmay qoladi-da. Oilasi ham, bola chaqasi ham ko'zga ko'rinmay qoladi. Shu uydagi ro'zg'or ham izdan chiqib qoladi. Uyda aytgan ro'zg'ori izdan chiqib qoladi, ammo beda unga 10 barobar keladigan xizmat qilib yuraveradi. Na ularga bir maqtov, na pul beramiz, boshqa bundan biz juda xursand bo'lamiz. Alhamdulillah. Bu o'sha mana sizga o'xshagan ahli ilm domlalarning suhbatlarini samarasida. Shular o'sha suhbatlardan ta'sirlanib shu xizmatlarga shijoatlangan bo'lmasa, bizni bir og'iz chaqirig'imizga labbay deb kelmaydi-ku. Hatto biz o'zimizni farzandlarimiz shularga qo'shilib yurganligiga xursandmiz. Shu yigitlarga farzandlarimiz qo'shilib shularga ulfat bo'lganligi uchun xursandmiz. Nimalar sinfdoshlar musobaqa qilishdi. Bugun ham bir 20 ga yaqin Yangiqo'rg'ondan sinfdoshlar chiqib hashar qo'yibdi. Maşallah. Kecha shaharda bitta sinfdoshlar, bu yerda ishlaydigan birodarimizning sinfdoshlari edi.
o'sha yerdagi nimani sinfdoshlar ekan, bizlar Davlatobod tumani hokimini sinfdoshlar ekan. Kecha huzur qilib ularni hashar qilayotganini ko'rsangiz, hammasi bir ichida ishchilar ham kam, tijoratchi, boshqasi qo'lini qattiq ishga urmagan, birga chaqirib alohida o'zimiz bozor qilib kelib osh qilganmiz deb taklif qilishib, biz ham oshlarga hashar qilib keldik, osh yeyishga. Maşallah. Juda shirin bo'libdi. Ularning yerda kayfiyatini ko'rsangiz, charchoq boshqa yo'q. Biz qishloqdan kelib hashar qilib tursak, biz qolib ketamiz unda, bular chiqishdi. Bugun u rayonlar biz rekord deb bermaymiz-da. Mana Baxtiyorjon o'zi bor. Birinchi bular ukalari boshlaganda, bugun 83, bugun 84. Endi ertaga yana kuzatamiz. Men aytmoqchimanki, ularni bedaga xizmat qilayotgan bolalarni, bu mol dunyosini sarflab saxovat qilayotgan saxiylarni ham hammasini zariyati sizlarda. Maşallah. To'g'ri-da, buni zarar berib turmasangiz, mana oyat. Fadakkir fa inna zikra tanfa'ul mu'minin. Qur'onda joyda kelgan. Mana shu oyat aynan o'zi 3 joyda kelgan. Misol eslatib turish, eslating chunki eslatma mu'minlarga foyda beradi. Yana undan tashqari fadakkir inna fa'atiz zikra sayadhakkaru man yakhsha. Mana shu oyat bashorat. Mana shu oyat bu ahli ilmlarimizning so'zlariga quloq solib labbay deb mana shunaqa xayrli ishlarga bel bog'lagan kishilarga mana shu oyat bashorat. Sayadhakkaru man yakhsha degani eslating, bular taqvoli kishilar ekanda. Va Allohdan qo'rqadigan bandalarning qatoriga kirish bu baxt-ku. Bundan o'sha nima kerak sizga? Meni taqvoli bandalarimning qatoriga qo'shilibsiz. Bu shunga quloq solmasdan eshitmaganda bo'lib qarab ketaveradigan kishilarning qatorida qilib qo'yganda nima qilardik? Alloh o'zi panohida asrasin. Alloh rozi bo'lsin. Juda ham xursandmiz. Butun kim mana shu yerga bizni klubimizga kelib, bizni xayrixoh bo'lib, haqqimizga duo qilib, ozgina bo'lsa-da bir o'zlarining pand nasihatlari bilan hissalarini qo'shib turgan domlalarimizdan, ahli ilmlarimizdan Alloh rozi bo'lsin. Bu mana shu bizga eng katta xizmat. Jazokalloh. Xursand bo'ldik. Juda ham xursand bo'ldik. Bu yuqoridagi hozir sinfdoshlarning musobaqaga kelganini aytib bersangiz, xuddiki Hazrati Umar radhiyallohu anhu, Abu Bakr radhiyallohu anhudan musobaqada doim o'tib ketishga harakat qilganlari yodimizga tushadi-da. Yana Abu Bakr yutib ketdi derdilar. O'shandaqa bu hazratning sinfdoshlari bilan bu hazrat sinfdoshlari bir-birlariga qarab, yana bular o'tib ketdi deb turish kerak edi. Maşallah. Juda ham ibratli ekan. Haqiqatda ko'pchilik bitta sinf yoki ishxonadagilar, ya'ni shu Shomdagi faqat osh yeydiganlar ancha osh yeb quvvat to'plab qo'yishdi-da, bir chiqib shunaqa hasharlarga qatnashib turilsa, o'shaga kafolat ham bo'lib qolardi. Bo'lmasa endi bizga ruxsat berasiz. Ustoz, an'anamizga azob komsil shunday qilib Bizda an'anamiz bor kichkina. Maşallah. Bekigan malaga. Endi o'zi xayrixohligini kifoya, lekin shundoq bo'lsa ham ramziy Maşallah. azoyimiz bo'lganmi? Men bilan kasrada. Kim osh qilib turamizku bemorlarimizga. Mana shu kamzo'r o'sha. Maşallah. Bo'lmasangiz hisob masjidimda kecha. Alloh taolo xayrli qilsin, bardavom aylasin. Duoyini umiddamiz biz ham. Endi bir-birlariga bo'lgan muhabbat hozir aytganingizdek yaxshi bo'lib ketganda. Payg'ambar alayhisolamning hadis shariflari bor ekan. Xudo taolo qiyomat kuni bir toifa kishini yujlisuhum robbuhum ala manabira min nur degan ekan. Nurdan bo'lgan bir minbarga Alloh taolo o'tkazib qo'yadi. U minbar nurda. Shunda bir arobiy bor ekan. Arobiy turib tizzasi bilan cho'kkalab o'tirib qolib, "Ey Rasululloh, kim o'sha toifa odamlar?" deb so'ragan ekan arobiy. Shunda Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam yuzlarida bir xursandchilik ko'ringan ekan, tabassum bo'lgan ekanda. Ular shunday hal bo'ladiki, qiyomatda bandalarga hisob-kitob bo'lib turayotgan vaqtda hisob-kitob bo'lib tugab bo'lgungacha Xudo taolo o'sha minbarda o'tkazib qo'yadi.
u bag'dagi odamlarga hisob kitob bo'ladigan ekanlar. Sahih hadis turibdi. Ularga hisob kitob bo'lmaydi deyaptilar. Kim ey Rasululloh deb so'rashganda al-mutahabbuna fillah. Alloh yo'lida bir-biriga muhabbat qilgan kishilar. Haqiqatda Xudo uchun bir-birini yaxshi ko'rib do'st tutsa, bu joyda yana beg'oyri ansab vala amvalim deb ham keltirganlar. O nasab, o qarindosh urug'lik emas, moli dunyo uchun ham bir-biriga ulfat bo'linmaganda deydi. Faqatgina Xudo uchun, Xudo yo'lida xizmat qilaman deb kelgan biz umid qilamiz, bu ham mana shu joyda xizmat qiladiganlarga xursandchilik. Qiyla ya Rasululloh, ayyul ibad ahabbu ilalloh deb so'rashgan ekan. Bandalarning eng yaxshisi Alloh taoloning nazdida kim deb so'rashganda, shunda Rasululloh alayhisalom anfa'un nas lin-nas. Insonlarga ko'proq manfaat tegib turadigan kishilar degan ekanlar. Ayyul amal afdal deb so'rashgan ekan. Endi amallar afzal qaysi deb so'rashganda, Payg'ambar sollallohu alayhi vasallam idxorus surur ala qalbil mu'min. Bir mu'minning qalbiga xursandchilikni kirgizishlik degan ekanlar. Buni kuzatiladi. Qancha mu'min xursand bo'ladi. Biz ummatlarga bu juda ham bir katta bashorat. Yana so'rashgan ekan, "Va ma sururul mu'min?" Mu'minning xursandchiligi nimada? Qana qilsak mu'min xursand bo'ladi desa, Rasululloh alayhisalom aytgan ekanlarki, birinchisi ishba'u ju'atihi. Och bo'lsa to'yg'izing. Tanfisu kurbatihi. Mahzunli bo'lsa, uni mahzunligini undan ketkazing. Va qado'u daynihi va agar qarzor bo'lgan bo'lsa, qarzini o'tab qo'ying degan ekanlar. Mana shu 3 ta narsani gapirib berdilar. Shu bilan mu'minning qalbidagi xursandchilik dedilar. Har biri kuzatilyapti-ku, ha? Juda ham bir ilgi to'kdan qarzdor bo'lib qoladi, gazdan qarzdor bo'lib qoladi. Buni o'talyapti. Bu mana shu joyda xizmat qilayotganlarning bashorati. Saxovat qiladiganlarga bu alohida katta va'dalar. Boyagi hadisi davomida va man masha ma'a akhihi fi hojatihi kana kasiyam shahrihi va i'tikafihi. Endi kim bir birodarini hojati uchun yetaklab birga o'sha hojatini ravo qiladigan bo'lsa, ana shu oy to'la roza tutganu va o'sha oy e'tikof o'tirganning ajrini beradi deyaptilar. Bir mazlumga yordam beraman deb, mazlum birodariga yordam beraman deb yuradigan inson bo'ladigan bo'lsa, Xudo taolo qadamni to'yilib ketadigan kunda 2 qadamini sobit qadam qiladi. Ustozimizning umri sihatlari ziyoda, doim bizga shu fan nasihatlarni qilib, shijoatlantirib turishni Alloh nasib etsin. Alhamdulillah bugunga nasib ekan. Va men xursand bo'lganim, oilaning sultonidan oldin nasib qildi kelish. Alhamdulillah. Chunki Ramazon oyida agar saxovatpesh insonlarimiz himmatlarini yanada ziyoda qilib, kamarlarini mahkam qilsa, 70 daraja, 70 barobar ajrga ega bo'lishadi. Ramazonning sharofati bitta nafil ibodat qilib qo'ysa ham farzni ajriga ega bo'lishadi. Ammo fazli jihatidan, ya'ni ajrini ko'proq ega bo'lamiz ajriga degan ma'noda. Inshaalloh zakotimni beraman deb turgan kishilar yoki Ramazonda endi qancha gunohlarim bor, buni kafforati ko'proq ihson qilay deydigan kishilarga musobaqa qiladigan va musobaqada g'olib kelgan oilaning sultoni yaqinlashyapti. Ummatda oy kelyapti. Ummat o'zini hurjunini to'ldiradigan oy kelyapti. Inshaalloh avvalambor o'zimni va barcha aziz mo'min musulmonlarni shu oila ibodatda ham, zikrda ham, saxovatda ham ziyoda bo'lishiga chaqiramiz. Alloh taolo sizlarning ishingizga xayr bersin, rivoj bersin. Assalomu alaykum. Sizga ruxsat berasiz. Alhamdulillah. 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 Alhamdulillah.